Do'stlar, kommentdagi silka orqali yaxshi kino kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Hikoyamiz bizni sovuq urush davriga qaytaradi. Dunyo xuddi Messi va Ronaldoning muxlislaridek ikki qutbga bo'lingan. Asablar esa tarang edi. Rossiyada Patriot nomli maxfiy tashkilot tuzildi. U yerdagi akalarimiz odamlardan super askarlar yaratishpaydi. Ko'pgina loyihalar fojia bilan tugadi. Biroq bir nechta mutant omon qoldi. Ammo natija bilan maqtanmoqchi bo'lishganida laboratoriya portlab, hamma yoq kurga aylandi. Olimlar esa xuddi O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida yutqazganidan keyingi Cannavarodek issiz g'oyib bo'lishdi. Yillar o'tib harbiylar sun'iy intellektli yangi robotlarni sinovdan o'tkazishga kirishadi. Biroq kutilmaganda bu temir tersaklar isyon ko'tarib, tanklarni maydalay boshlaydi. Armiya ular qarshisida ojiz qoldi. Har bir zobit esa tizimli ravishda yo'q qilindi. Lekin bu oddiy nosozlik emas, sovuqqonlik bilan rejalashtirilgan zarba edi. Qirg'in ortida o'sha tashkilotning sobiq olimi doktor Algus turardi. U o'zini texnikani fikr kuchi bilan boshqaradigan yarim odam, yarim robotga aylantirib olgandi. Temir armiyasi ishni bitirgach, Algus jimgina g'oyib bo'ladi. Ko'p o'tmay Mudofaa vazirligi general-mayor Nikolay boshchiligida favqulodda yig'ilish chaqiradi. General yig'ilganlarga Algusning qora o'tmishini ochib beradi. U vaqtida mashinalarni pulsiz boshqarish loyihasini barbod qilgan va hukumat o'yinchoqlarni tortib olgani uchun alamzada bo'lib yurgan ekan. Algus tirik super qahramonlarni yaratayotgan hamkasbi professor Viktorga hasad qila boshlaydi. G'azabdan aqldan ozgan olim uning tadqiqotlarini o'g'irlashga urinib, yo'l-yo'lakay xalaqit berganlarni tinchitadi. Uni ushlab panjara ortiga tiqishadi, lekin ayyor olim qochib ketadi va eski laboratoriyasiga qaytadi. Harbiylar bostirib kelganida Algus ularni bayramona kutib oladi. U butun binoni portlovchi moddalar bilan bezab qo'ygan edi. Askarlar eshikni ochishi bilan bino koinotga uchadi. Harbiylar uni po'lat uyumi ostida shashlikka aylandi deb o'ylashgandi. Lekin adashishdi. Portlash uni o'ldirmadi, balki atrofga sochilgan kimyoviy moddalar tanasiga singib, uni haqiqiy kiborg mutantga aylantirdi. Oddiy qo'shin bu temir odam oldida shunchaki o'yinchoq ekanini tushungan hukumat oxirgi chora sifatida Patriot davridagi eski super qahramonlarni qidirishga tushadi. Mudofaa vazirligi loyihani tiklab, jilovni mayor Yelena Larinaga topshiradi. Yelena guruhni himoyachilar deb nomlab qidiruvni boshlaydi. Birinchi nishon Armanistondagi ibodatxonadan topiladi. U yerda Lur ismli qahramon 10 yillar davomida rohibdek yashayotgan edi. Yelena uni xizmatga chaqirganda rad etadi va xarsanglarni havoda o'ynatib, "Meni tinch qo'yinglar" demoqchi bo'ladi. Biroq Yelena doktor Algusning ismini aytishi bilan Lurning ko'zlari qonga to'ladi. Bu endi harbiy burch emas, shaxsiy razborkaga aylanadi va u jamoaga qo'shiladi. Navbatdagi qahramon sahroda mashinalar bilan quvlashmachoq o'ynayotgan Xan. Qurollangan agentlar uni qopqonga tushirmoqchi bo'ladi, lekin yigit shunchalik tez ediki, uni ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydi. Uning qo'sh pichoqlari eng baquvvat po'latni ham sariyog'dek kesib tashlardi. Ko'z ochib yumguncha u agentlarning mashinalarini qog'ozdek ikkiga bo'lib tashladi. Hali chang bosilmay Lur paydo bo'ladi va qisqa qilib Algusni ovlaymiz deydi. Xan uzoq o'ylanmay jamoaga qo'shiladi. Tez yurar, odamlar ko'p gapirishni yoqtirmaydi. Shundan so'ng qidiruv Sibir muzliklariga ko'chadi. Harbiylar xaroba kulbada yashayotgan Aresni topishadi. Askarlar eshikni qo'pol taqillatganida Ares dahshatli ayiqqa aylanib, mehmonlarni g'ajib tashlay boshlaydi. U faqat Xan va Lurni ko'ribgina tinchlanadi. Nishon Algus ekanini bilgach, yumshoq ayiqchamiz jamoaga mamnuniyat bilan qo'shiladi. Jumboqning so'nggi bo'lagi esa Moskva sirkidan topiladi. Kseniya ismli sirk artisti suvga sakrab, ko'rinmas bo'lishi bilan hammani lol qoldirardi. Shoudan keyin jamoa uning kiyinish xonasiga bostirib kiradi va unga achchiq haqiqatni aytadi. Ular 40 yildan beri umuman qarishmagan edi. Dunyo o'zgarib ketgan. Bular esa vaqt ichida muzlab qolishgandi. Bu umumiy baxtsizlik ularni birlashtiradi va Kseniya ham yo'lga tushadi. Shtabga qaytgach, qiz o'zining xotirasi yo'qolgani va yonida bitta uzit bilan topilganini aytadi. U qaramasligi sababli odamlar shubhalanmasligi uchun umri davomida arvohdek shaharma-shahar qochib yurgan ekan. Qahramonimiz o'z qobiliyatini ko'rsatib, ko'rinmas bo'ladi va tana haroratini muzdek darajaga tushiradi. Shu payt ayg'oqchilar Algusning joyini aniqlashadi. U metal chiqindilari to'la maydonni o'ziga qal'a qilib olgan ekan. Himoyachilar yomg'ir ostida hujum boshlashadi. Kseniya suvdan foydalanib oldinga o'tadi, ammo dushman ularni guldasta bilan kutmayotgandi.
Algus qo'riqchilarga termal ko'zoynak bergan bo'lib, Kseniyaning issiq tanasini darhol payqashadi va maxsus qurol bilan muzlatib qo'yishadi. Qolganlarning ishi ham orqaga ketadi. Xan va Ares mardlarcha jang qilishadi, biroq yuqori texnologiyali qurollar oldida oddiy mushtlashuv o'tmaydi. Xanga tinchlantiruvchi dori otib uxlatib qo'yishadi. Aresni esa qafasga aldab kirgizishadi. Lur zilzila yaratsa ham maydonga shaxsan kelgan Algus uning toshlarini bitta urib qaytaradi va bechoraning belini sindiradi. So'ng ularni magnit kameraga qamab, o'z tomoniga o'tishni taklif qiladi. Biznikilar esa o'lib ketsa ham bu monsterga xizmat qilmasliklarini aytishadi. Jamoa nokautga uchragach, Algus Moskvani o'zining o'yin maydonchasiga aylantiradi. U fikr kuchi bilan shahardagi barcha tank va dronlarni o'ziga ulab oladi. Shahar urush zonasiga aylanadi. Dunyo buni televizorda og'zini ochib kuzatayotganda qora sir fosh bo'ladi. General-mayor Nikolay kreslosini saqlab qolish uchun qahramonlarni Algusga sotgan ekan. Ammo Algus xoinlar bilan shartnoma tuzishni o'ziga ep ko'rmay, generalni chivin urib o'ldirgandek tinchitadi. Maqsad butun dunyoni egallash. U ulkan aloqa minorasini sug'urib, Rossiya sun'iy yo'ldosh tizimini buzish uchun Federatsiya minorasi tomon sudrab ketadi. Agar u buni uddalasa, sayyoradagi har bir dazmoli bor odam Algusning chizgan chizig'idan chiqolmay qolardi. Bu vaqtda esa mayor Yelena mayib bo'lgan Lurni bazaga sudrab keladi. Lur ko'zini ochib, yurakni ezadigan gapni aytadi. U abadiy yosh qolganida, qizi ko'z o'ngida qarib o'lib ketgan ekan. Qahramonimiz ruhan singandi, biroq kutilmaganda burchakdan professor Viktor chiqib keladi. U Lurning siniqlarini tuzatib, Algusning yashirin laboratoriyasini fosh qiladi. Jamoa darhol u yerga bostirib kirib, sheriklarini qutqaradi. Ares ayqaylanib, insoniyligini yo'qotayotganidan noliganida Yelena, Argusni yengaylik, keyin seni davolayman deb va'da beradi. Laboratoriyada professor Viktor Algusga ma'ruza o'qimoqchi bo'ladi, lekin kibrli kiborg uning yuziga zaharli gaz sepib, juftakni rostlaydi. Yelena yordamga kiruvchi samolyotlarni chaqiradi, ammo Algus ularni havodayoq o'z tizimiga ulab, temir tersakka aylantiradi. Keyin Yelena ularga maxsus super kostyumlarni topshiradi. Shu jarayonda Xan ham o'zining qora siri, bir paytlar bexosdan o'z akasini o'ldirib qo'ygani uchun bu jangda oxirigacha borishini aytadi. Ares asab tizimiga ulangan to'pga ega bo'ldi. Kseniya ko'rinmas bo'lish uchun yuvinish xonasi qidirishdan qutuldi. Lur toshli qamchi oldi. Xanning kiyimi esa o'q o'tkazmaydigan bo'ldi. Biznikilar bu yangi o'yinchoqlarni o'rganish uchun bor yo'g'i 1 soatgina mashq qilishdi. Vaqt g'animat. Algus koinot bilan aloqa o'rnatmasidan harakat qilish kerak. Yelenaning rejasi oddiy. Minoraning energiya qalqonini o'chirib, ustidan raketa yog'dirish. Hamma portlashdan oldin qochishi shart, aks holda minoraga qo'shilib kabob bo'lishadi. Lur yangi elektr qamchisini cho'pondek qarsillatib, tunen orqali yo'l ochadi. Ares va Kseniya esa qo'riqchilarni uzoqqa uchirish musobaqasini o'tkazib, ikkinchi minorani egallashadi. Xan samolyotda dabdaba bilan keladi-yu, lekin dushman robotlari uning temir qushini burda-burda qilib tashlaydi. Xan osmondan parashyutsiz sakrab dushman tayanchlarini kesadi. Jamoa esa o'q yomg'iri ostida oldinga intiladi. Shu payt o'lim to'shagida yotgan professor Viktor Yelenaga eng muhim sirni ochadi. Kuchingizni bitta zarbaga birlashtiring. Bu orada Kseniya generator issig'iga chidab, qisqa tutashuv yaratadi va qalqonni qulatadi. Harbiylar raketa otishga shay turganda, qahramonlarimiz ketishdan bosh tortishadi. Biroq yangi kostyumlar ham Algusning magvit maydonini buzolmaydi. To'g'ridan to'g'ri, hujum foyda bermagach, Xon makkorlik ishlatib, Algus turgan platforma arqonlarini kesib yuboradi va jang daryoga ko'chadi. Suvda o'ziga kelgan jamoa daryo bo'yida oxirgi marta birlashadi. Viktorning rejasi bo'yicha qahramonlar qo'l ushishib, barcha kuchlarni Lurga o'tkazishadi. Havoda xuddi transformator portlagandek qirsillash boshlanadi va Lur birlashgan quvvat quroliga aylanadi. U minoralar tomonga shunday nur chiqaradiki, portlash natijasida doktor Algus ham, uning laboratoriyasi ham shunchaki molekulalarga bo'linib, yo'q bo'lib ketadi. Ertasi kuni yangiliklarda g'alabani harbiylarga bog'lashadi. Chunki himoyachilarga ortiqcha reklama kerak emas. Kseniyaning xotirasi ham nihoyat o'ziga qaytadi. Yelena esa daryo bo'yida choy ichib o'tirgan jamoaga hali dunyoda qidirib topilishi kerak bo'lgan ko'plab qahramonlar borligini aytadi. Zero haqiqiy kuch yolg'iz qahramonlikda emas, balki ahil jamoada.